Xo'p, boshlaymiz o'rtoqlar. Eng birinchi o'rinda hozirgi iftorlik paytida kechqurun og'ir ovqatlar yeyishga majbur bo'lamiz, to'g'rimi? Va keyin darrov oshqozon o'ylab ovqat hazm qiluvchi vositalarni qidirib qolamiz, ya'ni dori vositalarini. Siz oshqozoningizga ziyon yetkazmasdan 15 daqiqada shunaqangi zo'r effekt beradigan detoks, ya'ni kechki detoks choyingiz bo'lmasini, kechqurunga masalan gazli ichimliklar ichasizmi, og'ir ovqatlar iste'mol qilasizmi? Bitta 200-250 mg qaynoq suvga bu mahsulotni bir donasini olib damlab qo'yasiz 3 daqiqadan 5 daqiqa mobaynida va bu mahsulotni ichib olganingizda 15 daqiqaning ichida sizda o'sha organizmingizda ovqat hazm qilishga harakatga keltiradi va ertalab sizda organizmingiz toza bo'lib chiqib ketadi pullangiz. Shunaqangi zo'r mahsulot 100% tabiiy, tavsiya qilaman. Albatta bu mahsulotni yuzga krem ishlatasizmi yoki bo'lmasa qandaydir internet tarmoqlarida ko'rasizmi yoki mendan xarid qilasizmi, biologik faol qo'shimchalar mahsulotlarini xarid qilib iste'mol qilmoqchi bo'lganingizda ham albatta siz birinchi o'rinda organizmingizni detoks qilishingiz kerak. Detoks kunduzgi hamda kechki mavjudligida men doimiy ravishda nabor sifatida detoksni tavsiya qilaman va siz detoks qilganingizda qabziyatingizdan qutulasiz. Ovqat hazm qilishingiz juda ham yaxshilanadi. Ichgan doringiz ham, ya'ni biologik faol qo'shimchalaringiz ham ichaklarda so'rilib qonga ketadi, to'g'rimi? Ya'ni sizda bir barobar effekt shu holatida ichsangiz, detoks qilganingizdan keyin kremlaringizni surasizmi, biologik faol qo'shimchalar ichasizmi, 10 barobarga kuchaytirib beradi bu detokslarni. Organizm qancha tozalansa, siz shuncha yosharasiz, ya'ni ichaklaringiz tozalansa. Bundan tashqari yuzida doim yuz yog'li, husnbuzarlar chiqib yuradi. Yog'siz bo'lsa ham, masalan, yuzingiz normada quruq yoki aralash teri bo'lsa ham, shunaqangi donachalar toshib, bukrilar, mana bo'yin sohalaridan ham toshib ketganlar ko'raman men. Aynan o'sha insonlar ham albatta detoks qilish kerak. Organizmda gormonal o'zgarish ketyapti. Birinchi o'rinda ichaklar shlaklarga to'lib ketgan. Siz ichaklarni zo'r tozalab olsangiz, bu mahsulot bilan keyin masalan kosmetika do'konidan krem olib tursangiz ham, dori olib ichsangiz ham sizga effekt beradi. Masalan, dori ichdim ta'sir qilmayapti deb o'tiradi ko'pchilikda. Lekin sizni ichaklaringiz shlaklarga to'la bo'lsa, ishoning, dori sizga juda ham sekin ta'sir qilmaydi emas, qiladi, juda ham sekin ta'sir qiladi. Yosharishingiz uchun ham, ya'ni bundan tashqari semirib ketgan bo'lsangiz, suv yig'ib semirish bor bizda. Semirib, ya'ni ko'pchilik aytadi, "Bilmayman, semirib ketyapman" deydi. Iflos suvlar tanaga yig'ilib shish beradi. Ya'ni siz vazningizni ham kamaytirishingiz mumkin. Ya'ni ozib ketib qolmaysiz bu mahsulot ichib, chunki ko'pchilik ozg'in klientlarim aytadi, "Ozib ketmayman, bugun ichganimdan keyin" deydi. O'sha yuzida masalan ugrilari bor qizlarimiz keladi. Bu mahsulotni olib ichib ko'rgandan keyin, effektni ko'rgandan keyin, ishoning, ular kimda bunaqa holat ko'rsa hammaga bu mahsulotni maqtaydi. Mahsulot qimmat emas, 38 ming so'm chiqadi. Hozirgi katalogda skidka kelyapti. Aynan bu mahsulotlarni 38 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Asl narxi 60 ming so'm. Skidkada juda ham kam, bemalol murojaat qilib xarid qilsangiz bo'ladi. Bundan tashqari siz kompaniyaga qonuniy a'zo bo'lib, mana shunday noto'g'rilar bilan o'zingiz a'zo bo'lib, o'zingiz nomidan kerakli bo'lgan mahsulotlarni 20% ya'ni bu qanday amalga oshiriladi? Siz o'zingiz oilangiz uchun kerakli bo'lgan ko'pchilikga ko'ra ham biologik faol qo'shimchalarni onlayn tarzda xarid qilib, bitta masalan naborni bir kursini deymiz, bir kursini 1,5-2 million, 2,5 million qilib olib icharkan va kurs tugagandan keyin yana shuncha narxga buyurtma berisharkan. Undan ko'ra keling, Faberlic kompaniyasiga onlayn meni komandamga a'zo bo'ling. Men sizga sklad narxida ishoning, shunaqangi effekti zo'r bo'lgan biologik faol